Mizgalim kimligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Shubhasiz bu qishloq ixtirosi. Bu birinchi sonyalardan boshlab yuzining dizayni tufayli aniq bo'lib, u boshqa temir golem bilan mos keladi, lekin aslida u qishloqqa emas. Minecraftning ochiq dunyosida Mizgalim hozirda o'zi spawn bo'lmaydi. U inshootlarda uchramaydi va hech qachon bo'lishi dargumon. Mizgalim o'yinchilar qo'llari bilan ixtiro qilingan, lekin o'yinchiga o'xshash tarzda ixtiro qilinmagan. Qovoq bilan birgalikda yaratilgan barcha golemlar qishloq aholisiga o'xshaydi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bu bir tomondan to'g'ri kelmayapti, chunki qor golemni ham spawn qilayotganda biz qovoq ishlatamiz, lekin u qishloqqa o'xshamaydi. Shu bilan birga bizning o'yinchimiz qishloqlar irqiga mansub emas, lekin hech bir qishloqda topib bo'lmaydigan qishloqlar robotini qanday yaratishni biladi. Bu katta savol tug'diradi va Mizgalimning yaratilishi ortidagi aniq hikoyadan uzoqdir. Ishlab chiqaruvchilar bu robot haqida ko'p gapirmagan va tarixiy nuqtai nazardan golem ostida juda katta jarlik bor. Bugun biz oddiy ko'rinadigan qovoqni qo'yganingizda metal bloklar qanday jonlanishini aniqlaymiz. Mizgalimning rivojlanishi uchun kim javobgar va agar ishlab chiqaruvchilar uni biron bir inshootga qo'shishga qaror qilsalar, u qaysi tuzilishga tegishli? Qulayroq o'tirib oling, siz Shoqaplay kanalida siz va biz Mizgalim haqidagi teoriya videomizni boshladik. Mizgalimni o'yinchimiz bitta mis blok va kesilgan qovoq yordamida ixtiro qiladi va bu jarayon o'ziga e'tiborni jalb qiladi. Bunday g'alati harakatlar va oxirida biz sandiqdan sandig'iga narsalarni saralaydigan tirik robotga ega bo'lamiz. Uning ko'zlari porlaydi va shikastlangandan keyin u qochib ketadi. Boshqa robotlar esa unga go'yo go'dakdek gul berishadi. Ehtimol temir golem o'zining qobiliyatsizligi tufayli kichik qishloq aholisi va shunga o'xshash o'lchamdagi kichik Mizgalim o'rtasidagi farqni ko'rmaydi. Garchi bu g'alati, axir o'shanda qishloqi bilan bir xil o'lchamdagi talonchi o'rtasidagi farqni temir golem ko'rmagan bo'lardi. Gul berishning bu g'alati hodisasi ham o'ziga xos subtekstga ega. Biz uni keyinroq ko'rib chiqamiz. Ammo keling, bir uyum metallni jonlantiradigan bu g'alati sehrni ko'rib chiqaylik. Axir ko'plaringizga bu g'alati va asossiz bo'lib tuyulishi mumkin. Qishloq bog'larida o'stirilgan qovoqlar ba'zan o'yilgan yuzga ega. Hech kimga sir emaski, qishloq aholisi temir golemni yaratish mumkin. Har bir qishloqda kamida bittadan bor va u o'ldirilganda qishloq aholisi birozdan keyin yangisini yaratadi. Va bu yerda qovoqning o'zi qanday yetishtirilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Qishloqqa yetishtirish uchun suyak unidan foydalanishi mumkin, chunki u o'z kompost chuqurida hosil bo'ladi. Suyaklarni bir kechada paydo bo'lgan va tongda yonib ketgan skeletlardan ham olish mumkin. Suyaklar va suyak kukunlari allaqachon sehrni o'z ichiga oladi. Bu suyak uni o'g'it sifatida ishlatish bilan ko'rsatilgan. Bu ta'sirga haqiqiy hayotda o'g'itdan erishish mumkin emas. Bu fantastika. Bundan tashqari skeletlarning tanasi bir-biriga bog'lab turadigan suyaklardagi sehrdir. Skeletlarda zombi kabi mushaklar va tana go'shti yo'q. Biroq skelet harakat qiladi, kamonni ushlab turadi va negadir o'yinchiga hujum qiladi. Aftidan ularning ortidagi sehr skeletdan o'z maqsadlari uchun foydalana oladiganlardir. Minecraft Dungeons'da o'ynaganlar bu talonchilar sehri ekanligini bilishadi. Bu yerda ular o'z saroylarini qo'riqlash uchun skeletlar otryadini yo'llashdan va hatto ularni zirh kiyishdan ham tortinmaydilar. Boshqacha qilib aytganda, bularning barchasi talonchilarning ishi, aniqrog'i chaqiruvchilar deb ataladigan ma'lum bir sehrgarlar kastasi. Ular Minecraftda qorong'u sehrning egalari bo'lib, ular o'limdan ruhlarni qaytarishga, o'z uyida spawnerlar qo'yishga va hatto o'limni aldashga qodir. Bu maydalangan suyakdan agatlar ruhlantiriladi va albatta suyaklardan sehrli qovoqqa o'tkaziladi. Bu sehr skeletni jonlantirishi mumkin. Nega u golemni jonlantirmasligi kerak? Lekin tushunarsiz jihatlari ham borki, qovoqning o'ziga kesilgan bo'lishi kerak, ichi bo'sh bo'lishi kerak. Sehrning ishlashi uchun uning yuzi bo'lishi kerak. Albatta fermadan bitta sabzavotning sehrli kuchlarini oqlash juda qiyin. Lekin golemlarning jonlanishiga faqat qovoq emas, pastdagi metallsiz bu mumkin emas edi. Uzoq vaqt davomida yer ostida mavjud bo'lganligi sababli rudalar foydali sehrli xususiyatlarga ega bo'la boshladi degan nazariya mavjud. Masalan, oltin shifo bera boshladi. Agar siz oziq-ovqatga oltin qo'shsangiz, olma zombi virusini davolaydi va boshqa oziq-ovqatlar ko'proq to'ldiradi va ko'proq salomatlikni tiklaydi. Boshqacha qilib aytganda, barcha afzalliklarni, lazurit sehrni o'zlashtiradi va darslarni sehrlashga yordam beradi. Olmoslar bu sehrni sehrli stolga jamlaydi. Bu foydali sehrlarga olib keladi. Ushbu buyumlarning ko'pchiligi mayoq uchun yoqilg'i bo'lib xizmat qiladi. Shu jumladan yer ostida ham mavjud bo'lgan temir. U yerda mis ham bor. Shuning uchun bu ikki metalldan siz nafaqat qovoqning sehri tufayli, balki biz qazib olgan va quyma qilib eritib, golem yasagan ruda tarkibidagi sehr tufayli jonlanadigan golem yaratishimiz mumkin. Qovoq qorga faqat o'z sehri orqali ta'sir qiladi. Bu esa golemni metalldan farqli o'laroq zaif qiladi. Ammo g'alati narsa shundaki, agar siz Mizgalimni yaratish mavzusini chuqurroq o'rgansangiz, qishloqlar hech qachon bunday robotni yaratmaganligini tushunasiz. Bundan tashqari, o'yinchilar ham uni yaratmagan. Shunday bo'ladiki, yer ustida yashaydigan qishloq aholisi o'z binolarida mis ishlatmaydi. Kelajakda albatta ular quyma va zirh sotish boshlashlari mumkin, ammo bu Mizgalimni zaruratiga aylantirmaydi. Uning asosiy maqsadi resurslarni bir sandiqdan ikkinchisiga saralashdir. Ular ommaviy ishlab chiqarish uchun foydali bo'lib, resurslarni qazib olishni soat mexanizmi kabi uzluksiz davom ettirishga imkon beradi. Bu qishloqdagi hayotning sekin suratiga o'xshamaydi. Bu yerda resurslar kam va sandiqlar ham kamroq. Hamma narsa oddiy qishloq aholisining qo'li bilan amalga oshiriladi. Qishloqlarda bunday robot yordamchisi shunchaki kerak emas, biroq bu uning qishloq aholisiga o'xshashligini o'zgartirmaydi. Va mana men nima demoqchiman, Mizgalim mos keladigan faqat bitta joy bor. Bu siz haqiqatda ham ko'p yurishingiz va resurslarni ko'chirishingiz kerak bo'lgan joy. Bu yerda sizga robot yordamchilari kerak. Bu yerni xuddi o'sha katta burunlarga o'xshagan, ammo dushmanlari qurgan. Bu joy butunlay misdan yasalgan sinovlar saroyi deb ataladi va bu tuzilma talonchilar armiyasi tomonidan o'z askarlarini
tayyorlash uchun yaratilgan. Keling, nima uchun Miss Golem talonchilar tomonidan yaratilgan bo'lishi mumkin bo'lgan dalillarga o'tamiz. Talonchilarning o'zlari uzoq vaqtdan beri o'zlari uchun golem yaratishga harakat qilishgan. O'rmon saroylarining xonalaridan birida o'yilgan qovoq buning dalilidir. Xuddi shu taktikadan foydalanib, ular o'zlari uchun Miss Golem yaratishlari mumkin edi va ular juda ko'p misga ega bo'lganligi uchun bu tom ma'noda bir marta bosish bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari ularga haqiqatan ham kerak edi. Sinovlar saroyining o'zi juda katta. U qayta to'ldirilishi kerak bo'lgan saqlash joylari, shuningdek yangi sinovlar uchun doimo qurollanishi kerak bo'lgan tuzoqlar bilan to'la. Bularning barchasi armiyaning kelgusida qishloqqa hujum qilishi uchun samarali tayyorlanishiga yordam beradi. Hamma e'tibordan chetda qoldiradigan narsa shundaki, agar Miss Golem qishloq aholisining ixtirosi bo'lganda, talonchilar uni o'ldirishlari mumkin edi. Lekin bu sodir bo'lmayapti. Mutlaqo barcha banditlar biz yaxshi qishloq aholisining ixtirosi deb o'ylagan narsadan qochishadi. Garchi bizda qishloq aholisi tomonidan yaratilgan golemlar ham ta'sir ko'rsatadigan temir bilan qoplangan dalillar mavjud. Hatto o'yinchilar tomonidan yaratilgan golemlar ham, ammo negadir Miss Golemlar emas. Va Miss Golemning o'zi ham ulardan qo'rqmaydi. Garchi u qo'rqoq bo'lsa ham, qishloqlarni talon-toroj qilishda talonchilar temir golemlar va katta qishloqlarni o'ldiradi, lekin bolalarga tegmasliklarini bilsangiz kerak. Va bu ro'yxat endi Miss Golem tomonidan kengaytirildi. Unga katta akasi go'yo boladek gul bergani. Qishloq bolalarini nega tirik qoldirishyapti deb o'ylayotgandirsiz. Eng mantiqiy narsa ularni o'z qasriga olib borish va ularni talonchilarga o'xshatishdir. Axir ular o'z sarflarini to'ldirishlari kerak. Xuddi shu narsa Miss Golem uchun ham amal qiladi. Uni o'ldirishning ma'nosi yo'q, chunki u har ikki tomonda bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi tomon o'yinchiga va qishloq aholisiga yordam berish va yoki talonchilar tomonidan yovuz tomonga xizmat qilish va resurslarni ko'chirishga yordam berish. Menimcha bu kichik elementning talqini gul sovg'asi, chunki ishlab chiqaruvchilar uni negadir qo'shgan. Menimcha qishloq bolalari bilan Miss Golemlarni solishtirish bejiz emas. Oldinga qarab aytishim mumkinki, sinovlar saroyi Miss Golem qurish uchun aqlga kelgan birinchi inshoot. Agar Golem qurish tizimiga kiritilsa, sinovlar saroyi birinchi navbatda bo'ladi. Agar Golem o'zining noyob binosiga ega bo'lmasa, bu juda dargumon va ehtimol biz bu Miss Golemlarni joyida muzlatib qo'ygan holda topamiz va keyin zangni volta bilan qirib tashlab, ularni hayotga qaytaramiz. Va men ishlab chiqaruvchilar Miss Golemni aynan shu tarzda amalga oshirishlarini juda xohlayman. Va hammasi yaxshi bo'lardi, lekin bizning o'yinchimiz bu robotlarni qanday yaratishni qanday biladi? Ehtimol ular sinovlar saroyida bo'lgan yoki talonchilar bilan aloqada bo'lgan, chunki ular ixtiro qilinganini ko'rgan. Ehtimol biz bilmasligimiz uchun biz Minecraft dunyosiga kelganimizda o'yinchimiz xotirasini yo'qotganga o'xshaydi va o'zining o'tmishi haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan holda ko'chada topdi. Va afsuski bu savol yana javobsiz qoladi. Shu bilan Miss Golem haqidagi teoriya videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqansa albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang va keyingi videolarda ko'rishguncha